Assalomu alaykum, hurmatli O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Miromonovich. Murojaatim sizga. Men Buxoro viloyati Olot tumani Yoshbotir mahallasida yashovchi fuqaro Izzat Valijon Aqrovich bo'laman. Men murojaatim sizga 2025-yil 25-iyun kuni Buxoro viloyat raygaz xodimlari va Olot tuman raygaz xodimlari xonadoniga kelib menga dalolat huquqbuzar deb dalolatnoma tuzilganda men go'yoki davlatga zarar keltirayotganligim bular aniqlagan. Zarar qanday bo'lib kelyapti? Mana bu menga ochilgan huquqbuzarlik delasi. Bu delada 2025-yil 25-iyun kuni bo'lsa, bu delada 2025-yilda 25-iyunda tuzilgan dalolatnoma 2 marta bu sudga chiqadi. Suddan 2 marta qaytgandan keyin 3-marotaba chiqqanda 7-iyul sanasi bilan chiqyapti. Uyimda go'yoki choyxona deb bular birinchi marta dalolatnoma tuziladi. Va choyxona yo'qligidan keyin bular sanani o'zgartirib delani boshqa xil qiladi. Bu yerda meni podpisim bo'lmagan. Xo'p, buni men sudda bir necha marotaba og'zaki va yozma qilganman, murojaat qilganman xatshunoslik ekspertizasi tayinlashini. Lekin sud meni murojaatlarimni inobatga olmadi. Lekin keling ko'rsin, bu uyimda choyxona bor ekanmi, yo'q ekanmi? Buni ko'rsin, bu xabar ko'rsin buni. Mana bu meni xonadonim. Hali remonti tugamagan. Buni qanday men qilib to'q yo'q. Qanday qilib men choyxona qilishim mumkin? Ana bu xonadonni ham ko'rsangiz. Mana bu meni ikkinchi xonadonim. Men ham to'g'ri. Qanday qilib buni men choyxona qilishim mumkin? Qishloqning o'rtasidan choyxona. Keyin nima uchun? Bu yerda mana bu meni o'choqxona. Qishloq tilida o'choqxona deyiladi bizda. Mana bu o'choqxona. Mana bu qozonni men sut pishirib yeyish uchun sutim bordi. Lekin bu qozon o'zi yaqinroq kelib oling. 65 litrli qozonni dalolatnomada 80 litrli qozon deb ko'rdi, chiqarib o'tibdi. Mayli. Keyin uchastka noziri Mamatov o'z rahbariga so'z beryapti. Delani qonuniy olib chiqaman degan. Lekin qonuniy olib chiqish uchun bu qonunni buzyapti bu. Qonunni buzyapti. Qalbakilashtirib, ya'ni delani sudga taqdim etyapti. Buni yuzasidan men birinchi Olot tuman sudi Husenov sudiyalik qilganda menga 15.549 ming so'm jarima qo'llanildi. Endi bitta savol tug'iladi shunda. Bitta savol tug'iladi. Keling, qanday qilib men davlatga 15.549 ming so'm zarar yetkazganman? Xo'p. Mana meni uchuvchimda pasport bor. Uning pasportida yozilishi shundaqasi 10 kub metr kub gazi o'tkazib beradi uchuvchim. Bundan burun regulyator to'xtabdi. Regulyatorning vazifasi kitobida yozib qo'yilgan vazifasi 10 metr kub gazdan ortiqcha bo'lsa, bosim avtomatik yopiladi. Qanday qilib 11.92 metr kub gaz yoqishi mumkin, shunda savol tug'iladi. Men 2025-yil 11-iyun kuni uyimga kelganman. Uyimga keldim, Rossiya territoriyasida ishlab, u yoqda ham Rossiyada ham ish bo'lmadi. Ham o'g'limni o'qishga qo'yishim kerak, qizimni o'qishga qo'yishim kerak. Oilaviy ahvolim 82 yoshar qari onam bor. Ko'pdan buyon xasta, davleniya kasal bilan. 2 farzandim kontrakt asosida o'qiydi. Men
og'ir xasta bo'lib 6,5 soat operatsiyadan o't qopimni oldirib tashlab 6,5 soat operatsiya bo'lganman. Uni haqida keyin hujjatlarim bor, lekin meni advokatim Olimov Abdukarim shu hujjatlari sudga taqdim qilmagan. Lekin mana bu uloqin to'g'risida keyin bu yerda hozir yana bitta shamol bo'ldi. Shu bu yerdagi hujjatga qaraganda hozir men uni yana ko'rsataman. Shu yerda meni kasalligim to'g'risida varaqa mana. Shuni yaqinroq oling. Men 6,5 soat operatsiyada bo'lganman. Keyin meni advokatim menga telefon uradi, kel sudni yopayli. Keyin men aytdim, mana mumkin emas, menga doktor yurish mumkin emas deb javob berdim. Lekin kel yopayli. Keyin meni nomimdan Olimov Abdukarim iltimosnoma yozgan, o'zining ayoli bilan, ayolining qo'li bilan iltimosnoma yozadi. İltimosnomada shunday deb yozadi. İzzat Aljon Aqrorovich haqiqatdan ham uyda qazondan foydalanganligi aniq fakt. U meni himoya qilish o'rniga bu meni yolg'on ko'rsatma berib sudga iltimosnoma kirityapti. Va sudda shu yerda sudda Quvvatov jinoiy ishlar bo'yicha sudya Quvvatov menga aytgan gapi, bu yerda kelishuv bo'ladi. Aka 15 millionni bekor qilamiz, 750 ming so'm davlat jarimasini to'laysan degan. Keyin menga aldab ana bu iltimosnomaga Abdukarim Olimov Abdukarim menga podpis qo'ydiradi. Va shunda shu yerda yoziladi. O'sha 80 litr qozondan foydalanganligi aniq va rezina ishlanka qo'lbola garelkadan foydalangan inkor qilib bo'lmaydi deb. Bu meni tutib beryapti. Bunga qanday tushunish mumkin? Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev sizdan qonuniy chora ko'rishingizni, men aybdor bo'lsam, men davlatga yetkazgan zararim bo'lsa men to'lashga tayyorman. Lekin yetkazmagan bo'lsam-chi, 1 yildan buyon men ovoragarchilik, men shu ustida sog'ligimni yo'qotdim. Qancha men Rossiyaga bu territoriyasiga borib kelsam, men pul ishlaydim, davlatga pul kirgizdim. O'zlari etib o'tirgan kamchiligi, o'zlari qilgan kamomati xalqi bo'yniga yuklash adolatdanmi? Nahot sudyalar bu narsani ko'rmaydi. Nahot prokuratura men necha marta murojaat qilganman. Xalqi tinglaydigan bir tashkilot bormi, bir rahbar bormi sizdan boshqa? Pulka hamma narsani sizga chiqib aytish bu insofdan chiqib ketdik. U umuman rahbarlar o'z vazifasini bajarmayapti. Olatrayan chekkarayon, to'g'ri tushunaman. Lekin bu yerda ham adolat bo'lmasa, xalq bunday azob ko'rsa, yugur bu kim eshitadi bu dardimizni? Sizdan amaliy, qonuniy chora ko'rishingizni iltimos qilib qolaman. Rahmat e'tibor uchun.